Akalar Tracker 2 galovkamiz tayyor bo'ldi. Bunda shu zubchaytirani o'rilib ketib qolgan, qalapillar uzib yuborgan, ginezda ularga zarar yetkazgan. Bitta kichkina, bitta katta qoldi. Bunga bitta kichkina, qolgani saroshka bo'ldi. Pretilka hozir bitta aprisovka, shlipovka bo'ladi. Xudo xolisa go'zal holatda ishlaydi. Zubchaytiramenda surovga kelganini naboda bilsanglar tezroq alishtirib olinglar akalar. Bu yoqda Cherry 6 Pro. Bunda ham svetoforlar kelib to'xtaganda motorda qaltirash. Mana kasali shu akalar. Birinchi porshunimizda mana 1.4 kompressi past bo'lgan. Mana. Xudo xolasa bunga ham направляющийларni komplet alishtiramizda, chiroyli qilib. Bu holatda nima bo'ladi? Svetoforga kelib to'xtaganda, texotda turganda mashina o'zini yo'qotib qo'yadi. Egaga xalastoy xotlarni ham 100% bilintirib qo'yadi. O'zi gazda yurish mumkin emas. Turbina ishlab chiqaruvchi o'zi jadvalida keltirib qo'ygan. Eng kamida 95 benzinda harakatlanish kerak akalar. Endi bunaqa mashina minadigan akalar boshinglarga bunaqa ishlar tushmasin. Naboda kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.